Olmaliq shahrida qaysi rusumdagi mashina eng ko'p tarqalgan deb o'ylaysiz? A variant Damas, B variant Cobalt, C variant Gentra. Topishingizga 3 soniya vaqt beraman. 1, 2, 3. Bilaman. Birinchi bo'lib xayolingizga Damas keldi, lekin afsuski topa olmadingiz. Nafaqat Olmaliq shahrida, butun O'zbekiston bo'yicha Cobalt avtomobili eng ko'p sotilgan va eng ko'p tarqalgan ekan. Agar siz Cobaltga o'xshagan Chevrolet avtomobillaridan bir xillikdan charchagan bo'lsangiz, boshqa mashina mingim kelyapti desangiz, diqqat bilan eshiting. Bitta pasport bilan bir kun ichida muammolarsiz mashinani rasmiylashtirib berishadi va aynan siz Haval Olmaliqni tanlaganingiz uchun 4 xil bonusni, parok, polik va shunga o'xshagan narsalarni tekinga qo'lga kiritish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Aynan mustaqilligimizning 35 yiliga munosabat bilan Olmaliq shahrida ochilgan Haval avtosalonida Haval M6 va Julio modellariga 35% boshlanish to'lovini to'lab 35 oy muddatga 0% rassrochkada mashinalarni xarid qilsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam naqd pulga xarid qiladigan bo'lsangiz 35 million chegirmaga ham ega bo'lasiz. Agar 18 yoshdan oshgan bo'lsangiz, bitta pasport evaziga bu mashinalarni nomingizga ham rasmiylashtirib berishar ekan. Mana bu ikkala modeldan sizga ko'proq qaysi biri yoqadi? M6 mi yoki bo'lmasam Julio? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Aytgancha, agar bularga boshlang'ich 30% ni to'lasangiz 36 oy muddatga, 40% ni to'lasangiz 48 oy muddatga, agar 50% ni to'lasangiz 60 oy muddatga 0% rassrochkada xarid qilsangiz bo'ladi. Aytgancha, 50% boshlang'ich to'lovini to'lasangiz sizga oylik to'lov 2 milliondan tushadi. Havalning Julio modelini Rossiyada o'zi ham sevib haydashadi. Haval Olmaliq Instagram sahifasiga obuna bo'ling. Savollaringiz bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumot olishingiz ham mumkin. Haval avtosalonining manzili esa Olmaliq shahriga kirib kelaverishda yangi qurilgan Hilol jome masjididan o'tgandan keyin chap qo'lda joylashgan. Bu videoni esa Haval avtomobillarini olaman deb niyat qilib yurgan barcha Olmaliq, Ohangaron, Angren, Bo'ka, Piskent, xullas Toshkent viloyatida turadigan qarindoshlaringizga yuborib qo'ying.